Mana shu smartfonda narxi 100 dollardan ham arzon, lekin 200-300 dollarlik smartfonlarni videoni berib qo'yadi. Ranglariga alohida e'tibor berib qo'ying. Smartfon yetmaganiga yangi model. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, videoni oxirida narxini aytaman. Bu smartfon Redmi A5. Hali aytib o'tganimda 100 dollardan ham arzon smartfon. Videoni oxirigacha ko'ring. Xayolingizga kelgan narxdan ham arzon narx chiqadi. Eng qizig'ichi, hozir buni xarakteristikasini aytadigan bo'lsam, o'zi 2 marta hayron qolasiz. Bu smartfon xullas xarid qilsangiz, narxini oqlab, ko'klab yuboradi ham. Bu smartfonimizda green rangi. Bunisi bo'lsa blue rangi. Ko'pchilik xohlagan skromniy qora rangi. Videoga bitta like bosib qo'yinglar, haqiqatda telefonni videochi 200-300 dollarlik telefonni videoni beradi. Korpusi ham yengil qilib ishlangan, qo'lingizda telefon turganini sezmaysiz. Endi xarakteristikalarni diqqat bilan eshitinglar. Kamerasi 32 megapiksel, o'zini sun'iy intellekti bor. Akkumulyatori bo'lsa 5200 mAh. Bemalol kun davomida beminnat xizmatingizni qiladi. 15 vatlik zaryadkada quvvatlanadi. O'zida отпечаткasi ham bor. Korobkasidan zaryadlash uchun golovkasi hamda Type-C kabeli chiqadi. Bo'lsa sizlarga bo'lsin, nima yoqdan o'zini chexolni ham qo'shib bergan Redmi. Redmi A5 smartfonimizning narxi 1.109.000 so'm. Bunaqa narxda 10 yil kafolati bilan 100% hech qatdan topa olmaysiz. Faqatgina Open Shopdan hoziroq buyurtma berish uchun 71 203 66 60 raqamiga Open Shopga qo'ng'iroq qiling. Eng zo'r tarafchi bo'lib to'lashga ham oborsangiz bo'ladi.